Erini o'ynashi, qayerda ishlashini aytib, menga o'sha yoqqa borib kelayin deb iltimos qildi. Eski tanishim. Erimni boshini aylantirib olgan. Puli yo'qligida hech kim qiziqmasdi. Sal ishi yurishi bilan sразу shunaqa qizlar chiqib boshladi. Meni Peterdaligimni bilib, nomerlarimni topib yozgan ekanda. Hozir Peterga erini yoniga kelgan. Bilasizlar, patent olayotgan payti polностью meditsinadan o'tish kerak. Aynan o'sha paytlari ancha-muncha kasalliklar kelib chiqqan. Bu kasalliklar esa faqat половой путем o'tadi. Iltimos, ishonchli klinika bo'lsa menga bering. Er-xotin birdaniga davolanishimiz kerak dedi. Iltimos, meni voqeamni aytib o'ting. Kimgadir o'rnak bo'lsam dedi. Shunaqa erkaklarga ham hayronman. O'zini o'zi aldab, ko'cha qizlari faqat pul uchun yuradi-ku axir. Men ham ularga Arzental klinikasini maslahat berdim. Er-xotin birdaniga ham urolog, ham ginekologda hozir lecheniya olishyapti. Arzental klinikasi mnogoprofessionalniy klinika bo'lib, qanaqa vrach kerak bo'lsa hammasini o'sha yerdan topasizlar. Детский vrachmi, stomatologmi, ginekolog, urolog, hammasi. Ruskiy klinikalardan hech qayerga qolishmaydi. Arzental klinikasi esa bitta oilani qutqarib qoldi.